Do'stlar, mana bizlar sizlarga ikkinchi kunimiz. Biz Sirdaryo, Guliston, Chavriz, Samarqand orqasidagi ustaxonaga keldik. Va o'rtada Tursunxon aytmoqchiki, Guliston shaharida shaffof metan orqasida gaz va propan o'rnatilgan eng arzonchi akalarni topib qo'yganmiz. Keling, bizni arzondan qilaylik, yo'qsa like deb bosasizlar. Do'stlar, hozir Cobalt bilan telegadan ish bilan qo'yapti. Hozir kattadan intervyu olamiz. Qani, ketdik. Aka Cobalt Nexia o'yinda ish bilan qo'yadi, metan yoki propanlarni. Metallarni aksiyonlarda 4 million so'mdan qo'yib beramiz sizlar nomingizga kelsa. Propan esa 2 million 8 ming so'mdan originallarini qo'yib beramiz. Pastki bosqinlar nomidan kelsa-chi? Yana kelishib o'tib beraveramiz. Ha, qara, Tursunxon aytmoqchiki, metan ustunovka qilgandan keyin uni shumkalari, suzachklari, ya'ni programma ishlari hali ham bepul. To'g'rimi? Shunday, sizlar nomlaringizga kelsa, motor korobka suvdachik bonuslari amal qiladi. Ha, unda tirik kirlarga propan qachon uni qilyapti? Trekker 12 Z-Towerlarga 3,5 million so'mdan o'rnatib beramiz. Voy, arzon ekan, ha? Albatta, o'rtoqlar, telefon raqam qoldiramiz. Tez aloqaga chiqarsa. Tursunxon, seni bunga fikring qanaqa? Do'stlar, pastki nomidan qoldim. Men aloqa chiqishim mumkin. Uchun aytaylik, bitta gapni hisoblasizlar.